Leo shahar hayvonot bog'idagi eng ulkan sher edi. U dabdabali hayot kechirardi. Har kuni soat 5 da yashil kiyimdagi kishi unga eng saralangan go'sht bo'lagini tashlab ketardi. Leoga uni qo'llashning ham, u uchun kurashning ham hojati yo'q edi. Leo hujjatli filmlardagi sherlarga qarardi. Tanasi chandiq, ozg'in, tinmay yugurgan va ularning ustidan kulardi. Ahmoqlar deb o'ylardi u. Ozuqaning o'zi oldinga kelsa, yugurishning nima keragi bor? Leo qafasdan u yoqdan bu yoqqa yurishni to'xtatdi. Nari tortmay qo'ydi. Faqat yerda uxlardi. Bir kecha kuchli bo'ron qafas eshigini lang ochib yubordi. Mana u erkinlik. Leo tunda tashqariga otilish uchun o'rnidan turdi, lekin oyoqlari qaltirab ketdi. Mushaklari ishdan chiqqan, kuchsizlanib qolgan edi. U sovuq yomg'ir ostida bir qadam bosdi, titrab ketib yana o'zining issiqqan qutisiga qaytib kirdi. Leoni panjaralar emas, o'sha tayyor go'sht asir qilgan edi. U o'z tabiatini kafolatlangan ozuqaga almashib yuborganda. Siz o'sha Leosiz, ishingizni yomon ko'rasiz, lekin har oy tushadigan maoshni yaxshi ko'rasiz. Qafasdan nafratlanasiz, ammo och qolishdan dahshatga tushasiz. Siz ov qilishni unutib yuborgansiz. Chunki qorningiz arzon ovqatga haddan tashqari och. Eshik ochiq, lekin siz baribir ketmaysiz. Chunki siz endi qirol emassiz. Siz endi qo'lga o'rgatilgan uy hayvonisiz.